Assalomu alaykum, Dekafruit kuzatuvchilari. Bugun Xudo xolasa xonadonga samarali bog' qilish darslarini davom ettiramiz. Ikkinchi dars ko'chat ekish uchun yerni to'g'ri tayyorlash. Bilamiz endi bekobod hududida asosan yerlarimiz, tomorqa yerlarimiz loyli va zich loyli yerlar hisoblanadi. Shuning uchun mana shu tuproqlarni yaxshilash, shu yerlarni ko'chat ekishga tayyorlash bo'yicha gaplashamiz. Xudo xolasa sizlarda agar boshqacha bo'lsa tomorqa yerlaring bemalol kommentariyada savollar qoldirishlari mumkin. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, bizda asosan ikki xil usul bor ko'chat ekish uchun yerni tayyorlash bo'yicha. Birinchi usul yerni umumiy yaxshilash. Misol uchun 10 sotix огородimiz bo'lsa, 10 sotiqga 2 tonna go'ng bilan 2 tonna daryo qumini olib kiramiz, yirik qumdan olib kiramiz, bir xil qilib yoyamiz огородga. Keyin chuqur haydash qilamiz. Bu ishni asosan sentyabr oyida qilishimiz kerak. Sentyabr endi kecha bilan oktyabrning boshlarida qilsak bo'ladi. Xudo xolasa, keyin o'shandan keyin chuqur haydaymiz. Chuqur haydab bir oy kamida yer sindirishimiz kerak ko'chat ekishgacha bo'lgan vaqtda. Keyin noyabr oyida shuni tekislaymizda yerni ko'chat ekaveramiz. Keyin yer zo'r bo'ladi xudo xolasa, shunda tuproq strukturasi yaxshilanadi. Qum bilan go'ng aralashgandan keyin yerda ancha havodor, yengil tuproq bo'ladi. Ko'chatlar rivojlanishi, ildizining rivojlanishi juda ham yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa hosildorligi ham o'shanga yarasha yaxshi tomonga o'zgaradi. Keyin ikkinchi usul, bu tejamkor usul hisoblanadi. Endi masalan 2-3 sotik kichkina yer bo'lishi mumkin yoki 2 tonna go'ng, 2 tonna qum olib kirishga sharoit bo'lmasligi mumkin. Masalan, haydatishga, boshqaga. O'shanaqa vaziyatda ko'chat ekadigan sxema bo'yicha o'sha ko'chat qayerga ekilishi kerak bo'lsa, o'sha joylar aniqlanadi. Masalan, oktyabr oyi boshlarida qilinishi kerak. 60 ga 60 chuqur qaziladi. Xuddi o'sha qayerga ko'chat ekish kerak bo'lsa, 60 ga chuqurligi 60, eni diametri 60 bo'ladi. 60 ga 60 chuqur qaziladida pastki qismiga, eng chuqurda eng pastiga 10 sm qalinlikda shag'al tashlanadi. Bu drenaj uchun, suv pastga tortib ketish uchun. Undan keyin tepasiga qolgan 50 sm ga qum, go'ng va tuproqni aralashmasini tashlaymiz. Iloji boricha yaxshi chirigan go'ng bo'lishi kerak. Absolutni chiramagan yaxshi yangi go'nglarni tashlashni tavsiya qilmaymiz yerga, chunki bu yerda turli qurt qumursqalar ko'payib ketadi, tuxumlari bo'ladi orasida. Tem bo'li o't urug'lari ham ko'payishi mumkin. Endi bizga foydadan ko'ra ziyonga ishlab qolishi mumkin. Shuning uchun yaxshi chirigan 1 yil, 2 yil yaxshi chirigan go'ng bo'lsa yoki biogumus bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Xuddi shu ko'milgan, tayyorlangan yerlarga keyin noyabr oyida ko'chat ekaveramiz. Oldin tayyorlab qo'ygan mana shu 60 ga 60 chuqur qazib, aralashmadan tashlab, tuproq, qum va go'ng aralashmasini tashlab tayyorlangan chuqurga noyabr oyida ko'chat ekishimiz mumkin. Bu ishlar qilinmasa nima bo'ladi? O'sha yuqoridagi birinchi va ikkinchi ishlar qilinmasa, ko'chat ildizlari havo yetishmasligidan chirish oqibatlari kelib chiqishi mumkin. Uni ustiga barglar sarg'ayadi, xloroz deyiladi. O'sha kasallikka chalinishi mumkin. Yana hosildorligi o'z-o'zidan pastga tushib ketadi. Ozuqa yerda kam bo'lgandan keyin. O'zi ko'chatlar asosan yerni betidagi ozuqa bilan, mana shu 50 sm-gacha bo'lgan chuqurlikdagi ozuqa bilan yaxshi o'sadi daraxtlar. Chuqurga ketgan ildizlar asosan ozuqa suv uchun pastga qarab ketadi. Shuning uchun iloji boricha yerni betiga ekishimiz kerak. Bizda asosan endi eskidan noto'g'ri fikr bor, ko'chatni chuqurroq ekish kerak degan. Payvand joyidan 1,5 qarich, 2 qarich yer tagiga ko'milib ketadi. Bu ishni qilmasligimiz kerak. Yerni betiga o'sha ildiz qismi, ko'chatning ildiz qismi yer tagida turishga moslashgan. Ildizdan yuqorisi havodor joyda, yerdan tepada turishga moslashganda, o'shaning uchun ko'mmaslik kerak. Payvand joyi обязательно ochiq turishi kerak. Payvand joyidan 1 sm past ham ochiq turishi kerak.
undan pastroqdan ko'msak bemalol ildiz pastga kirib daraxt o'zini bemalol tutib tura oladi. Ko'pchilik noto'g'ri o'ylaydi, yer betiga eksam shamolda qulab ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Ildizlar pastga qarab o'sishga moslashgan, o'zi chuqur ketadi, daraxt bemalol o'zini ushlab tura oladi. Keyin sug'orish ariqlarini ahamiyati haqida gaplashamiz. Ko'chat ekkanimizdan keyin o'sha qatorlar bo'ladi. O'sha qatorlarga masalan 40 santimetr bu tomonda, 40 santimetr bu tomonda, ikki tomonidan ariq qazishimiz shart. 30-40 santimetr chuqurlikda ariq qaziymiz ikki yonidan. O'sha o'shani ariqdan sug'oraveramiz keyin. Mabodo agar biz tomchilab sug'orish o'rnatadigan taqdirimizda ham ariq bo'lishi kerak. Chunki endi tomorqa yeri bo'lgani uchun uy tomidan, tarnovlardan baribir yomg'ir, qor suvlar tushadi. O'sha огородga oqib boradi. Agar pramoy o'sha ko'chatni daraxtni tagida suv ko'llaydigan bo'lsa, bu ildiz chirish kasalligi kelib chiqishi mumkin. Suv ko'p to'planib qolsa, daraxtlar sovuq oladi qishda. Endi har xil muammolar kelib chiqadi. Agar ariq bo'lsa, ikki yonida o'sha ariqqa suv to'planadi, sekin-sekin. Sug'orishda ortiqcha suv ham, tarnovdan oqayotgan suv ham sekin-sekin yer tagiga shimilib ketadi bu. Daraxtga ziyon yetmaydi, xudo xolasa. Beko fruit kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yana davom ettiramiz. Keyingi darslar ham chiqaramiz. Savollar bo'lsa bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Kommentariyga yozinglar, javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.